juda ham qattiq urilgan. Ko'rishinglar mumkin, sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Asosiy udari oldi mo'rdada, bu tomoni bilan stalbaga tekkan va bu yonlarini ham ko'rib turibsizlar akalar. Laboylarni qaranglar, sinib, yirtilib ketgan. Mana bu labovoyning stoykasi bo'ladi akalar, tom bilan ulanadigan joyi yirtilib yotibdi. Bunaqasiga akalar, eshik ramkalarining holatini qaranglar. Eshik qop-qola ochilib ketgan. Mana bu bakovoy bo'ladi. Bu tomonida ham udari bor. Salon holatda airbaglari otgan akalar, juda ham strashniy holatda urilgan Onyx. Lekin balon holatlari juda ham yaxshi ekan. Orqalari but-butun turibdi. 2025-yilda ishlab chiqarilgan bu mashinamiz. Orqa eshigida ham ishi bor va oldi krilosida ham ishi bor. Oldi eshigini o'zini qilsa bo'ladi. Xullas bu mashinani Gulistondan sotib oldik akalar. Juda ham strashniy holatdagi Onyx. Akalar, butun O'zbekiston bo'ylab shunaqa pachoq mashinalar olamiz. Bemalol murojaat qilasizlar. Bu mashinani olgan narximiz 5500 AQSh dollar akalar. Xullas narxiga arziydimi yo'qmi o'zingizlar belgilab ketasizlar. Va pachoq mashinalarni zo'r narxlarda olamiz. Pastda telefon nomer qoldiramiz, aloqaga chiqinglar. 100 dollardan 200 dollargacha. Nimaga deysizmi? Avariyni mashina topib bersangiz 100 dollardan 200 dollargacha suyunchi puli bor. Bemalol murojaat qiling. Pastdagi nomerlarga aloqaga chiqing. Charchamang, sog' bo'ling.